Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 1-iyun haftaning yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz hurmatli muxlislar. Bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab 4 da boshlanadi bozor, kunduzi 10 gacha bo'ladi. 10 dan keyin sotuvchilar yig'ishtirishni boshlaydi. Bozor 12 da tugaydi. Mana bu ko'ylaklarda u taraf ham, bu taraf ham 35 ming so'mdan pachka narxi. Donaga ham bormi? Dona ham yo'q dona. Hozirgi vaqtda donaga sotishga yo'q ekan, faqat pachka sotishyapti ekan. 35 ming so'm ekan. Pachkada nechtadan ekan? 10 tadan ekan. Pachkada 10 tadan ekan, ha? 8 50 48 50 52 razmer ekan. Materiali nima? shtampil. Materiali shtampildan ekan. Va u tarafdan ham ko'rsatamiz. Bu yusa kiradimi, kirmaymi? Endi nomiga kiradi, bar shtampil ko'p kiradi. Yusa kirar ekan. Ko'rasizlar, ma'qul kelsa olasizlar-da. Qanchadan bular? 35 ming. Bu taraf ham shunaqa shtampil-a? Shtampil. Bular bir xil. Sizni telefon nomeringiz nechi? 90lik 90lik 360 360 75 96. 75 96 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu mahsulot kerak bo'lsa. Keyin videoni obdan ko'rib turib, keyin telefon qilinglar. Hali boshdan oxirigacha ko'ribdi, o'zi qisqa video-yu. Telefon nomerini eshitib turib telefon qilavermasdan, oldin videoni ko'ringlar. Ko'proq olsa o'zi dastavka ham qilib berasizmi? Beramiz. Yaxshi. O'zingiz ishlab chiqarasiz. Ha, o'zimiz ishlab chiqaramiz. Birinchi qo'l ekan, o'zlari ishlab chiqarishar ekan.